Shahar markazida toza havoda maza qilib ovqatlanishga nima deysizlar? Bu yer Malikada yangi ochilgan Sharq Gavhari restorani. Restoran Xorazm va Yevropa taomlariga asoslangan. Tuxumbarelani qaranglar, kadili, ko'kli, go'shtli, tuxumli deysizlarmi? Undan tashqari mitti mantichalar, chuchvara, katta mantalar ham bor. Bularning hammasi san'at darajasida tugilgan. O'rtadagi shivi toshiga necha? Xorazmdan keltirilgan sazan balig'i, qarsildoq qilib qovurilgan. Ichlari sochni, tuzlamalari ham me'yorida bo'pti. Yevropa taomlari ham assortiment katta. Masalan, men steyk yeb ko'rishga qaror qildim. Bu steykimizni projarkasi menga yoqdi. Miyoglobin sizib chiqmaydigan, to'liq pishirilgan well done projarka. Sharq Gavhari restoranining atmosferasi ham menga yoqdi. Ichkarida jonli musiqa, tashqarida toza havoda o'tirish mumkin bo'lgan joylar, alohida kabinkalar. Xullas, banket qilib, maza qilib dam olish uchun yaxshi joy bo'pti. Sharq Gavhari restorani hozir test rejimida ishni boshlagan. 19-aprel kuni ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Ochilish marosimiga va undan keyin bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, umumiy menyusini Telegram kanalimga tashab qo'ydim. Kirib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Sharq Gavhari restorani ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Malikani chorrahasidan Qorasaroyga qarab o'tganda o'ng qo'lda. Bu videoni eng yaqinlarga yuborib, videoga like bosib qo'yinglar.